havo hammaga. Hozir xabaringlar bor, Toshkentda ko'plab do'kon o'zining molini originalda sotishyapti. Ulardan 80-90% Xitoy Poison platformasidan olib keltirishyapti. Biz ham o'zimizning qiziqishimiz sababli zakaz qilib ko'rdik. Hozir o'sha tovarlarni original emasmi, yaqindan sizlar bilan birgalikda o'rganib chiqamiz. Okalar, ko'rib turgan ikkala oyoq kiyimni ham Poisondan zakaz qildik. Tak, birinchisini qo'limizga olganimiz edi. Originalligiga umuman shubha qilganimiz yo'q. Gap yo'q, bir tekstda. Ikkinchisini qo'limizga olganimiz edi. Qo'lga olganimizda afsuslanib ketdik okalar. Hozir bularning ikkalasini farqini sizlarga ko'rsatib o'taman. Setkasiga alohida ahamiyat berasizlar. O'ng qo'limda turganning setkasi juda ham mayda. Undan tashqari oldagi detalga ahamiyat beringlar okalar. Bu matviy bo'lish kerak. Bunda glansi yo'q qo'ygan. Keyin mana bu kleyga qaranglar okalar. Bu kley nima bu? Bu Amerika va Yevropa bozorida buni 100% brak deyshadi okalar. Umuman kiyishmaydi buni. Undan tashqari okalar, podoshasiga qaraymiz. Buni ko'rasizlar? Bunda bir tekst okalar. Endi bunisini qaranglar. Nagusga tushib, ezilib, bosilib qolgandek tuyulyapti. Keyin podoshaning yumshoq qattiqligida ham farqi bor. Mana bunda bosilyapti. Ikkinchisi va jo'ski bu. Bundan tashqari stelkasiga ham qaranglar, bu original stelkasi. Ichini ochamiz. Poroloniga alohida ahamiyat berasizlar. O'zi ushlaganinglarda sifat bilinadi okalar. Sifat bilinadi. Stelkadagi yozuvlarga ham ahamiyat beringlar okalar. Bir tekstda. Bunisida bir stelkada lace degan yozuv qattanli tushib qolgan. Bu o'sha brendda tushiradigan narsa. Undan tashqari ichidagi poroloni ham oddiy lattaga o'xshaydi okalar. Shuning uchun ham do'konlardan narsa xarid qilayotganinglarda yaxshilab ko'rib tekshirib olinglar. Okalar, original yo original emasligini yana bitta bilishning eng oson yo'li xillaganinglarda kleyni hidi bunaqa bijib kelmaydi okalar, original narsalar.